Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz to'yinmagan uglevodorodlarning birinchi vakili alifinlar yoki bo'lmasa alkenlar. Demak, rejamiz bu alkenlarga to'yinmagan uglevodorodlarga umumiy ta'rif. Demak, ularning umumiy formasidan kelib chiqadigan xulosalar: gomologik qator nomenklaturasi, gibridlanishtiruv uglerod atomlarining ulardagi fizik xossalari, izomeriyasi, olinish usullari. Demak, birinchisi etilenning gomologik qatorlarini o'rganish. Umuman olganda, etilen qatori uglevodorodlari, demak bu bizada to'yinmagan uglevodorodlarning birinchi vakili hisoblanadi. Bularda umumiy formula CN formula bilan ko'rsatiladi. Ularda ya'ni uglerod atomlari sonidan 2 marta ko'p vodorod atomlari bo'ladi. Demak, alkenlar bu molekulalarda oddiy bitta bog'dan tashqari, bittalik sigma bog'dan tashqari qo'shbog'i mavjud bo'lgan bitta qo'shbog'i mavjud bo'lgan umumiy formula CN formulaga ega bo'lgan siklik uglevodorodlar hisoblanadi. Demak, umumiy formulasida eslatib o'tganimizdek CN bu formula bilan ko'pchilik alifinlardagi ko'pchilik fizik-kimyoviy xossalarini izohlash mumkin. Xususan, uglerod o'rtasidagi bog' n-1 bilan ko'rsatiladi. Uglerod-vodorod o'rtasidagi bog' 2n formulaga teng bo'ladi. Umumiy massasi 14 n ga teng bo'ladi. Ya'ni molar massani umumiy formula bilan bog'lanishi. Endi eng asosiy vakillari bu, demak, bizada birinchi vakili etilen, ya'ni eten hisoblanadi. Ikkita uglerod atomini saqlaydi va 4 ta vodorod atomini saqlaydi. Demak, to'yinmagan uglevodorodlar, ya'ni alken qator uglevodorodlarning eng quyi vakili bu etilen hisoblanadi. Undan keyingisi propan. 3 ta uglerod atomi va 6 ta vodorod atomini saqlaydi. Keyingisi butan, ya'ni mos uglevodorodlarning to'yingan uglevodorod vakillarining nomini an qo'shimcha suffiksini olib tashlab o'rniga yen suffiksini qo'shish orqali, demak, to'yinmagan uglevodorodlarni gomologik qator vakillarini nomini olish mumkin. Misol uchun, etandan eten, propandan propan, butandan butan va hokazo. Demak, nanandan nanan desak bo'ladi. Demak, asosiy zanjirida albatta ikkita bog', ya'ni qo'sh bog'i bo'lishi shart. Umumiy nimalarda, to'yinmagan uglevodorodlarda asosiy zanjir deb o'sha qo'sh bog' ushlaydigan zanjir asosiy zanjir hisoblanadi. Raqamlash har doim qo'sh bog' turgan tarafdan boshlab nomlanadi. Qo'sh bog' o'rni, ya'ni lakanti oxirida ko'rsatib o'tiladi. Gibridlanish turi. Demak, to'yinmagan uglevodorodlar to'yingan uglevodoroddan farqli o'laroq ularda qo'sh bog' saqlaganligi sababli aynan o'sha qo'sh bog' orqali bog'langan uglerod atomlari sp2 gibridlanish holatida bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, demak, ikkita ugleroddan iborat segment ko'rsatilgan. Bu yerda demak, bittalik bog'larning hammasi sigma bog' deyiladi. Ular gibridlangan uglerod atom orbitallari va gibridlanmagan vodorod atom orbitallari ishtirokida hosil bo'ladi. Qo'sh bog', demak, sigma bog'ning ustida gibridlanmagan p orbitallar hisobiga hosil bo'ladi. Demakki, agar uglerod atomida tashqi pog'onasida 4 ta orbital, bitta s va 3 ta p bo'ladigan bo'lsa va bitta p har bitta ugleroddan gibridlanmasdan qoladigan bo'lsa, demak, ularda gibridlanish turi sp2 turiga kiradi va bog' burchagi, demak, 120 gradusni tashkil etadi. sp2 gibridlanish har bir uglerod atomi qo'sh bog'iga 3 ta sigma va bitta pi bog' hosil qiladi. 3 ta sigma bog' bir tekislikda yotadi. Ya'ni bular 1, 2, 3 ta sigma bog' bitta tekislikda yotadi va pi bog' ularga nisbatan 90 gradus burchak ostida yotadi va bog'lar orasidagi burchak umumiy hisobda 120 gradus tashkil qiladi. Bog' uzunligi bo'lsa, demak, qo'sh bog' orqali bog'langan uglerodlarning bog' uzunligi 0,132, 0,134 nanometr atrofida bo'ladi. Endi gibridlanish umumiy mexanizmiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak, uglerod atomining umumiy hisobda gibridlanmagan holatda bitta s va ikkita p orbitallarning gibridlanishidan hosil bo'ladi. Biz ta'kidlab o'tganimizdek, bitta p orbital gibridlanmasdan qoladi. Gibridlanish jarayonida, demak, bitta s va ikkita p gibridlanib, 1, 2, 3, uchtasi gibridlanadi va natijasida ularda 3 ta gibrid orbital hosil bo'ladi va bitta p gibridlanmasdan qoladi. Mana shu gibridlanmasdan qolgan p orbital pi bog' hosil qilishda ishtirok etadi. Demak, gibridlanishda ishtirok etgan orbitallar bo'lsa, demak, u yerda umumiy hisobdagi uglerod-vodorod o'rtasidagi va uglerod o'rtasidagi sigma bog'larni hosil qilishda ishtirok etadi. Bog' burchagi albatta biz ta'kidlab o'tganimizdek 120 gradus bo'ladi.
sp gibridlanishdagi molekulaning tuzilishi demak, ko'rib turganingizdek, gibridlanish natijasida hosil bo'lgan orbitallar sigma bog' hosil qiladi, ikkita uglerodning o'rtasida hosil bo'ladi va gibridlanishda ishtirok etmagan p orbitallar demak pi bog'ni hosil qiladi, sigma bog'ning ustida 90 gradus burchak ostida. Pi bog'larni ko'rib turganingizdek, bu yonlamachasiga qoplanish natijasida sigma bog' bo'lsa, to'g'ri chiziq bo'yicha, ya'ni vektor bo'yicha kesishi natijasida hosil bo'ladi. Pi bog'ning xususiyatlari. Pi bog' molekulaning tekisligida yuqori pastida joylashishi mumkin. Pi bog' sigma bog'ga qaraganda ancha kuchsizroq bo'ladi. Qoplanish yuzasi chunki kichkina bo'ladi. Pi bog' osonroq qutblanadi, ya'ni u birikish reaksiyalariga tez kirishadi. Turli xil gibridlanishdagi molekulalarning geometrik tuzilishlari, misol tetraedr agar bu sp3 gibridlanish holatida bo'ladigan bo'lsa, sp2 gibridlanish holatida ko'rib turganingizdek teng tomonli uchburchak yoki burchakli bo'ladi. sp gibridlanishda demak chiziqli tuzilishga ega bo'lgan molekulalar hosil bo'ladi. Endi alkenlarning molekulalarini modelini yaratishda demak sp2 gibridlanishda nechta orbital ishtirok etishi mumkin? Qaysi orbitallar demak gibridlanmayotganligini bilishingiz muhim. Gibrid va nogibrid orbitallar shaklini tasvirlashingiz muhim. Gibrid orbitallar qanday bog' hosil qilishini bilishingiz muhim. Nogibrid orbitallar qanday bog' hosil qilishini bilishingiz muhim hisoblanadi va bu savollarga javob berishingiz kerak. Demak, uglerod atomining valent holatlari. Ko'rib turganingizdek jadvalda demak bizga bir necha xil gibridlanish turlari va ularning burchaklari ko'rsatilgan. Xususan, birinchi holat sp3 gibridlanishda demak bitta s va 3 ta p gibridlanmagan orbitallar, ya'ni atom orbitallar ishtirok etadi va bu yerda 4 ta gibrid orbital hosil bo'ladi. Demak, ular 4 ta sigma bog' hosil qilish xususiyatiga ega. Burchak 190 gradus, 109.28 gradus, ya'ni uglerod o'rtasidagi bog', ya'ni bog' uzunligi 0,154 nanometrga teng bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, gibridlanish sp2 holatida demak bog' uzunligi kamayadi, lekin bog'ning burchagi oshib boraveradi. Xususan, 3-sp sp gibridlanish turida quyidagi holatlarda demak ularda 180 gradus va bog'ning uzunligi kichrayib boraveradi. Umumiy holatda xulosa qiladigan bo'lsak, ikkita bog' mavjudligi alifillarning yuqori kimyoviy faolligini ta'minlaydi, ya'ni birikish reaksiyasiga kirishi xususiyatlarini ifodalab beradi. Fizik xossalarga kelsak, o'sha to'yingan uglevodorodlar, to'yingan siklik uglevodorodlarning xossalarini birmuncha takrorlaydi. Ya'ni xususan, dastlabki vakillari gaz, o'rta vakillari suyuq va yuqori vakillari qattiq holatda bo'ladi. Qaynash va erish, suyuqlanish haroratlari molekulyar massaga bog'liq bo'lib, ular oshgan sari ular ham oshib boradi. Alkenlar suvda erimaydi. Polyar bo'lmagan organik, qutbli bo'lmagan organik moddalarda yaxshi eriydi. Qutbli organik erituvchi, qutbli noorganik erituvchilarda eruvchanligi juda past. Demak, izomeriyasi va strukturasi. Demak, ularda izomeriya shu alkanlardagi singari struktura, ya'ni uglerod zanjirining izomeriyasi, uglerod zanjirining o'zgarish, tarmoqlanish izomeriyasi va qo'sh bog'ning ko'chish izomeriyasi, ya'ni holat izomeriyasi kuzatiladi. Demak, ikki xil izomeriyadan tashqari bularda sinflar aro va fazoviy izomeriyani ham kuzatishingiz mumkin. Sinflar aro izomeriya biz demak siklalkanlarda ta'kidlab o'tganimizdek siklopentan va penten 1 ni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bilasiz, siklopentan bu siklik uglevodorodlar toifasiga kiradi. Penten 1 bo'lsa, demak to'yinmagan uglevodorodlar sirasiga kiradi. Endi fazoviy izomeriyaga keladigan bo'lsak, fazoviy izomeriyada demak bizda qo'sh bog' tekisligiga nisbatan o'rinbosarlarni cis yoki trans holatda joylashishi. Agar ular tekislikka nisbatan bir tarafda joylashadigan bo'lsa, demak cis izomer deyiladi. Agar ular tekislikka nisbatan turli xil taraflarda joylashadigan bo'lsa, demak ular trans izomer hisoblanadi. Bu geometrik izomerlar toifasiga kiradi. Demak, geometrik izomeriyaning sababi ikkita qo'sh bog' atrofida erkin aylanish yo'qligi sababli, o'rinbosarlarning aylana olmasligi sababli u yerda demak fazoviy, ya'ni geometrik izomeriya hosil bo'ladi. Geometrik izomeriya siklalkanlar va alkanlarda deyarli kam kuzatiladi va alkinlarda ham bu kuzatilmaydi. Endi quyidagi cis va trans holatdagilarni, demak moddani izomeriyalarni cis yoki trans holatda ekanligini aniqlashingiz. Demak, bu yerda cis va trans holat kuzatilmaydi. Nima uchun? Sababi bu yerda qo'sh bog' orqali bog'langan uglerodning bittasi bu yerda turli xil radikalda ushlamayapti, ya'ni bir xil radikal ushlayapti. Shuning uchun bu yerda cis va trans holat kuzatilmaydi. Aytganimizdek mumkin emas, ya'ni uglerodda ikkita bir xil radikal vodorod bilan joylashganligi uchun mumkin emas. Yuqori kimyoviy faollik alkenlarning yuqori faollikka ega. Shuning uchun ular tabiiy zaxiralarda uchramaydi, ya'ni ular
Ko'pincha birikma holatda uchraydi, toza holatda uchrashi kam. Olinish usullariga keladigan bo'lsak, demak, alkanlarni degidrogenlash usuli bilan olinadi, ya'ni vodorodni ajratib olish usuli bilan olinadi. Demak, alkanlarni to'liq krekinglashda, demak, ularni termik krekingida yoki katalitik krekingida, demak, to'linmagan uglevodorodlar hosil bo'ladi. Spirtlarni degidratatsiyasi, ya'ni Zaytsev qoidasi bo'yicha degidratatsiya kislotalar yoki gigroskopik suv tortib oluvchi moddalar ishtirokida bir atomli spirtlarni degidrogenlash orqali alkanlarni olish mumkin. Galogen alkanlarni degidrogalogenlash, ya'ni monogalloid alkanlarga natriy gidroksidning spirtli eritmasi ta'sir ettirilganda, demak bizda alkenlar mos ravishda hosil bo'ladi. Bunda uglerod atomlari soni o'zgarmaydi. Ya'ni agar dastlabki galogen alkanda ikkita uglerod bo'lsa, demak hosil bo'lgan alkenimizda ham ikkita uglerod atomini saqlaydi. Digalloid alkanlarni degalogenlash usuli bilan, ya'ni digalloidli alkanlarni natriy metalli yoki kaliy metalli yoki magniy metalli ta'sir ettirish. Bunda siz asosiy e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan joyi, demak, bu galogenlarning joylashuvi. Agar galogenlar qo'shni uglerod atomlarida joylashmagan bo'lsa, unda sizda alken hosil bo'lmaydi. Uning o'rniga siklolkan hosil bo'lishi mumkin. Demak, Zaytsev qoidasi spirtlardagi degidratatsiyada vodorod atomi eng kam vodorodli uglerod atomidan ajraladi. Gidroksil guruhining yonidagisi albatta ular qo'shni uglerodlarda joylashgan bo'lishi kerak. Xususan, bizda demak, butanol 2 berilgan. Butanol 2 da ko'ryapsizki, ikkita qo'shni bor. Demak, bittasi CH3, bittasi CH2. Vodorod qaysi birisidan ajralishi savol. Bu yerda vodorod, demak, eng kam qaysi birisida bo'lsa, o'sha ugleroddan vodorod ajralib chiqishi kerak. Demak, bu yerdan butan 2 hosil bo'ladi. Degidrogenlash reaksiyalarida vodorod atomi eng kam vodorodli uglerod atomidan ajraladi. Shuning uchun bir xlorobutan yoki natriy gidroksidning o'zaro ta'siri natijasida 80% holatda, demak, butan 2 hosil bo'lishi, 20% holatda esa butan 1 hosil bo'lishi kuzatiladi. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi ma'ruzalarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.